bir öter vaz. Tüyünüzden! Nima bo'lyapsan ya? Nasıl yesin sizni? Ballaga kiyim qilish kerak. Qo'limni qara, cho'chqadek semib ketgan. Sen semizmi, men semizmi? Mama, смотри, малыш. Ey, Voy, shirin bo'lacha, buncha shiringina bu. Onang qani sani? meni yosh bola ko'ryapsanmi? Bu haqqa? Voy, ketdi yur, yomon bola ekan bu. Ey o'g'lim, bu singirdan urib kelay, boshi og'riyapti. Lekin ayam bilsa maydalaydi. Ayamdan qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Meni qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Qo'rqmaysizmi? Hozir kelaman. Bratishka, boshi og'riyapti, undan 100 gram qo'y. Ayasi qani buni? Qo'yini, yosh bola ko'ryapsanmi meni? Hozir tovamiz ayangni seni. Menga qarang, o'zi yaxshi arzon sumkalaring bormi? Ota-onang bilan kelib, adashib bo'lma berga. Nima deyapsan? O'g'lim qator bo'lyapsan. 40 ga kirganman men. Yanga kechirasiz, lekin magazinga adashmabsiz. Samarqanddagi eng nomeradin sumka magazin mana. Ayollarga deysizmi, bachalarga deysizmi, kampirlarga deysizmi? Maktabga borayotgan bachalarga ham sumka bor. Xohlagan sumkani to'p beraman. Kelasiz Dubayga borsang, Dubayga ham borasiz, chamadon ham bo'lmasa ekan. Nomeradin mana shu. Xohlagan sumkalaringizni to'p beraman. Xohlaysizmi? Mahalladoshlar. Mana bu kuchuk kimdiki? Bizni kuchukni yo'lda uryapti. Hol seni enangni ham tovamiz hozir. Bratishka, meni ko'rmayapsanmi? Men katta odamman. Soch oqarib ketgan. Tezroq qo'ying, men xotinimni olib borishim kerak. Yo'q, qani? Qo'lingni nima qilyapsan? Dadam qayerda turibdi endi? Men xidon bilan. Telefon olibman. Alo. Yanga, yeringizni qayerda adashib turibdi bega? Hammirda shu qog'ir endi. Hey sen, Mikki. Nega manzilda aytib jur? Reddi manzili Urgut yangi bozorga yetmasdan Urgut mal kiyim dunyosi tagiga Redback sumka do'koni. Eshitdingizmi? Tez apking. Maydalayman men uni. Aytdim-ku, ayam maydalaydi. Bu gaping bilan nima demoqchi bo'lyapsan? Qo'rqadi deyapsanmi? Qo'rqmayman. Chaqirib kelaymi? O, onani nima